Musofirning eng katta maoshi pul emas, yo'qotgan vaqtidir. Odamlar musofirning qo'lidagi pulini ko'radi, lekin uning yuragidagi sog'inchni ko'rmaydi. Hech kim bilmaydi. Onasi telefonda "Bolam, yaxshimisan?" deb so'raganida "Yaxshiman onajon" deb javob beradi. Lekin aslida u juda charchagan bo'ladi. Hech kim ko'rmaydi. Bayram kunlari yolg'iz ovqatlangan kechalarini, farzandi birinchi marta dada yoki ona deganini telefondan eshitgan lahzalarni, otasi qarib borayotganini faqat videolardan sezishini. Musofirning eng og'ir tomoni pul topish emas, yaqinlaringiz hayoti davom etayotgani. Siz esa o'sha lahzalarda yonida bo'la olmayotganingizni his qilishingizdir. Pulni yana topish mumkin, lekin farzandingiz bolaligi, ota-onangiz bilan o'tayotgan umrning bugungi kuni qaytib kelmaydi. Agar yaqinlaringiz musofirda bo'lsa, bugun ularga qo'ng'iroq qiling. Ba'zan sizni sog'indik degan bir og'iz gap ularga yuborilgan eng katta sovg'adan ham qimmat bo'ladi. Sizningcha musofirning eng og'ir tomoni nimada? Sog'inch, yolg'izlik yoki farzand yoki bo'lmasa ota-ona?